Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan birgalikda laboratoriyada eng ko'p muhokamaga sababchi bo'layotgan savollardan biriga birgalikda javob topamiz. Bugungi kunda laboratoriyada muhokamalarga sababchi bo'layotgan savollardan biri bu antigen va antitela. Buni birinchi o'rinda farqlab olishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Antigen o'zi nima? Antigen bu mana bu to'rtburchakni qo'pol qilib aytganda organizmni tasavvur qiladigan bo'lsak, organizmga tashqi muhitdan tushadigan bakteriya bo'lishi mumkin, zamburug' bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa virus bo'lishi mumkin. Organizmga tashqi muhitdan tushgan zararli moddalar bular antigenlar va mana shu antigenlarga nisbatan organizmda hosil bo'lgan immun защитный sistema bu antitela deyiladi. Ya'ni B limfatitlar tomonidan ishlab chiqarilgan immun защитный sistema. Ular organizmga tushgan yot moddalarni qoplab oladi, eritib yuborishi mumkin yoki bo'lmasa ularga nisbatan sezuvchanlik immun защитный sistemasini hosil qilishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa, mana masalan laboratoriyada qanaqa ko'p savollarga muhokama bo'lyapti. PCR usulida topshirdi bemor, masalan gepatit virusini topshiradigan bo'lsa, отрицательный javob, ya'ni hech qanaqa manfiy javobni olyapti, lekin IFA yoki IXLA yoki express test metodida topshirganda musbat javobni olyapti. Bunda qanaqa bo'ladi? Organizmga tushgan virusni dorilar ta'sirida, ya'ni o'sha lechina ta'sirida, ya'ni davolash jarayoni ta'sirida viruslar organizmda yo'qolib ketganda organizmda yo'qolib ketadi, lekin mana masalan faolligi yo'qoladi. Organizmda nofaol yoki umuman virus yo'q, lekin unga nisbatan immun защитный sistemasi bor, ya'ni mana bu antitelasi bor. Antitelasi bor deylik. PCR usuli bu virus, bakteriya yoki o'sha zamburug'larni RNK yoki DNKsi, ya'ni nuklein kislotasini ajratib oladi, ya'ni bir zanjirli va qo'sh zanjirli DNK yoki RNK nuklein kislota zanjirlarini ajratib oladi va mana shuni miqdorini ko'rsatib beradi. Masalan, deylik, o'sha boyaga aytganimizdek yuqoridagi gepatit virusini BSD. Xuddi shunaqa. Endi organizmda faol holatdagi gepatit virusi yo'q. Bu degani PCRda manfiy, ya'ni отрицательный chiqyapti, lekin qachondir kasallanib o'tgan organizm, lekin o'sha antigenga nisbatan organizmda antitela qolgan. Antitelani biz mana bu IFA yoki IXLAda tekshirganimizda bu musbat chiqishi mumkin. O'shaning uchun nimaga bu yoqda положительный, nimaga bu yoqda отрицательный degan ko'p hozirgi kunda muhokamalarga sabab bo'layotgan savollar bor. O'shaning uchun biz aynan shu savolda, shu mavzuni tanlab oldik. Bundan-da yaxshiroq mavzular bor. Bundan-da yaxshiroq ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, Medlab.uz platformasiga a'zo bo'ling va biz sizga Medlab.uz platformasini tavsiya qilamiz.